Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Hozir sizlarga algoritm tahlil qilish kursi beraman. Faraz qiling bizga mana bu algoritm berilgan. Mm, Qanaqa algoritmligini bilmasligimiz ham mumkin, bilishimiz ham mumkin. Har qanday holatda tahlil qilishni tushunishimiz kerak, o'rganib olishimiz kerak. Mana bu tugmani bosamiz. Ikkinchi qatordan ikkinchisi xotirani, dastur ko'rinishini va kodni ko'rib turamiz shunda. Va mana bu qadamma-qadam bosamiz. Hozir boshqatdan boshlaymiz. To'rtta o'zgaruvchi e'lon qilindi. Mana shu to'rtta o'zgaruvchini daftarimizga yozib olamiz. Men hozir Google Sheet'dan ko'rsataman. Mana to'rtta o'zgaruvchini yozib olamiz. Hop, keyingi qadam endi kiritamiz, son kiritamiz. Qanaqadir son kiritdik. Mana shuni kiritdim va buni daftarimga yozib oldim. Ya'ni mana shuni yozib oldim. Endi nima o'zgarish bo'ldi? Ikkinchi kattasi, eng kattasida -1 oladi. Ikkalasi -1 oldi. Endi while ga keldi. Demak, while dan oldingi o'zgarishlarni kiritib olamiz. -1 sonimiz mana bu son, raqam noma'lum. Ekranga hali hech narsa chiqmadi. Endi while ichiga kirdik. While ichida takrorlanish bor. Taxminan yozib olamiz. Bir nechta takrorlanish qaysi joyda to'xtasak, keyin o'shalarni o'chirib tashlaymiz. Xo'p, keyingi qadam birinchi takrorlanishda raqam necha bo'ladi? Ikkinchi eng kattasi. Mana shu to'rtta o'zgaruvchida qanaqa o'zgarish bo'ladi? Shuni bu joydan hisoblab, keyin yana yozib olamiz. Birinchisi mana raqam son foiz, ya'ni son mana bunga teng 58406. Foizdan qilsak 6 ni olamiz. Bo'ldi. Mana shuni yozib olamiz. Demak, birinchi takrorlanishda, mana birinchi takrorlanish hozir ko'ramiz. 6 ga teng bo'ladi. Mana bu son nima raqam 6 ga teng bo'ldi. Bo'ldi, davom etamiz. Hop, keyinchi raqam eng kattasidan katta. Raqam 6, eng kattasi -1. Ha, true bo'ladi. Bo'ldi, ichiga kirdi. Mana tekshirib ko'ramiz. Xuddi shunaqa oldin tekshirishdan oldin o'zingiz tahlil qilasiz, keyin rostdan ham shunaqa ham tekshirib ko'rasiz. Mana true kirdi. Demak, to'g'ri tahlil qilyapsiz. True bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri, agar xato tahlil qilgan bo'lsangiz, yana boshqatdan tahlil qilishga harakat qiling. Ya'ni bu yerda maqsad tushunib olishingiz kerak. Ikkinchi eng kattasini ikkinchi eng kattasiga saqlaymiz. Ikkalasida -1 o'zgarish bo'lmaydi. Endi raqamni, ya'ni 6 ni eng kattasiga saqlab qo'yamiz. Ya'ni bu -1 endi 6 ga teng bo'ladi. Ya'ni barobar ma'nosi o'ng tarafdagini chap tarafga saqla degani. Bo'ldi, eng kattasi 6 ga teng bo'ldi. O'zgarish bo'ldi. Daftarga o'tib o'zgarishni yozib olamiz. Eng kattasi 6 ga teng bo'ldi. Davom etamiz. Sonni 10 ga bo'ladi hozir. Sonimiz mana bu ko'rinishda. Hozir davom etadigan bo'lsak, endi o'zgardi. Bittaga kamaydi. Mana shu o'zgarishni yozib olamiz. Son bitta kamaydi. Endi ikkinchi siklga o'tamiz. Ikkinchi siklga o'tishdan oldin mana bu bo'sh kattalarni to'ldirib olamiz. Ikkinchi kattasi hech qanaqa o'zgarish yo'q. Bu -1ligicha qoldi. Endi ikkinchi takrorlanishga o'tamiz. Ikkinchi takrorlanish. Xo'p, raqam son foiz 10, ya'ni 3 ga oladi hozir. Raqam 3 ga teng bo'ladi. Mana to'g'ri. Daftarimizga yozib olamiz. Raqam 3 ga teng. Xo'p, endi tekshiradi. Raqam 6. Eng kattasi raqam 3, eng kattasi 6. 3 6 dan kattami? Yo'q, false. Mana bu joyga tushish kerak. Mana to'g'ri tushdi. Raqam 6 eng kattasi, ya'ni 6 ga teng emasmi? True. 3 6 ga teng emas. Keyingisi 3 kattami? -1 dan. 3 -1 dan katta. Bu ham true bo'ldi. Demak, shart bajarildi. True ga kiradi. Mana kirdi. Endi raqamni ikkinchi kattasiga solib qo'yamiz. 3 eng kattasi 3 mana bu ikkinchi eng kattasiga solib qo'yamiz. Ya'ni -1 3 ga o'zgaradi hozir. Mana 3 ga o'zgardi. Daftarga o'tib o'zgarishni yozib olamiz. Ikkinchi kattasi 3 ga o'zgardi. Son endi hozir sonda o'zgarish bo'ladi. Sonimiz 5843 bosadigan bo'lsam, endi bittaga qisqardi. Daftarga o'tib buni ham o'zgarishni yozib olamiz. Mana shu holat keldi. Xo'p, eng kattasi hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi. Demak, 6 ni ko'chirib qo'yamiz. Mana shu holatga keldi. Endi keyingi takrorlanishga kiramiz. Raqam son bizda bu 584, foiz 10 qiladigan bo'lsak, oxirini oladi 4. Tekshirib ko'ramiz. Haqiqatan 4 ga teng bo'ldi. Endi raqamimiz 4. Eng kattasi 6. 4 6 dan kattami? Yo'q, false ga tushadi. Mana bu raqamni daftarga yozaveramiz. Ya'ni 4 bo'ldi. Raqam 4.
Hop, raqam 4. Eng kattasi 6. 4 6 ga teng emasmi? True. Keyingisiga o'tamiz. Raqam 4. Ikkinchi kattasi 3. 4 3 dan kattami? Ha. True ga kiradi va mana bu 4 ni bu yoqqa yozib qo'yadi. Ikkinchi kattasiga yozib qo'yadi. Ikkinchi kattasi o'zgardi. Daftarga yozib olamiz. Ikkinchi kattasi 4 bo'ldi. Endi sonni 10 ga bo'ladi. 584 endi 58 ga aylanadi. Buni ham yozib olamiz. Bu eng kattasi o'zgarish bo'lmadi, o'zini yozib olamiz. Keyingisiga o'tamiz. Raqam 8 ga teng 8 bo'ldi. 8 6 dan kattami? Ha, true ga o'tadi. Raqamni kiritib olamiz. Raqam 8 ga teng bo'ldi. Hop. Endi eng kattasi bizada eng kattasi 6. 6 ni ikkinchi kattasiga solib qo'ydi. Endi mana 4 6 ga o'zgaradi. 4 o'zgardi. Daftarga yozib olamiz. O'zgarishni daftarga yozib olamiz. Ya'ni ikkinchi kattasiga 6 tushdi. Keyingi o'zgarish raqamni, ya'ni 8 ni eng kattasiga saqlab qoladi. Ya'ni mana 6 8 ga o'zgaradi. Uzr, eng kattasi edi. Ikkinchi nima? Ana eng kattasi 8 ga o'zgardi. Daftarga yozib olamiz buni. Mana eng kattasi 8 ga o'zgardi. Keyingi o'zgarish sonni 10 ga bo'ladi, ya'ni 58 dan 5 ga o'zgaradi. Mana 5 bo'ldi. Mana buni ham daftarga yozamiz. Son 5 ga o'zgardi. Hop, davom etamiz. 5 foiz 10 5 bo'ladi. Raqam 5 ga teng bo'ladi. Mana 8 5 ga o'zgaradi. Mana to'g'ri. 5 ga yozib olamiz. Raqam 5 ga teng bo'ldi. Hop, 5 eng kattasi 8. 5 8 dan kattami? Yo'q, false ga tushadi. False ga tushdi. Hop, 5 8 ga teng emasmi? Ha, true bo'ldi. Raqam, ya'ni 5 ikkinchi kattasi u 6. 5 6 dan kattami? Yo'q, false ga tushib ketadi. Shu bilan yana 10 ga bo'ladi. 5 10 ga bo'lsa 0 bo'ladi va bundan chiqib ketadi va ikkinchi kattasini chiqaradi. Ya'ni ikkinchi kattasi 6. Bo'ldi. Ekranga shu 6 ni yozib qo'yamiz. Va bizada mana bu siklga kirmaydi. Mana 5 6 kirmaydi. Hop. Bizada oxirgisi mana shu siklda qoladi. Nima o'zgarish bo'ldi? Oxirgi o'zgarishni kiritib qo'yamiz. 5 0 son 0 bo'lib ketdi. Ikkinchi kattasi bilan eng kattasi hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi. O'zi qoladi. 6-chi sikl yo'q, chiqib ketdi va ekranga eng ikkinchi kattasini chiqaramiz. Bo'ldi. Javob shu bilan mana shu 6 bo'ladi. Va tahlilimiz tugadi. Bundan biz tahlil qilib tushunishimiz kerak bo'ladi. Agar tushunmasak, yana xuddi shunaqa son berib, boshqacha son berib, yana tahlil qilib, tahlil natijalarini yana yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun boshqa jadvalga xuddi shuni ko'chirib, yana boshqa son kiritamiz. Mana shuni tahlil qilib chiqsak bo'ladi. Mana buni o'chirib tashlaymizda, boshqatdan tahlil qilamiz. Bir necha martalab tahlil qilgandan keyin masala tushunarli bo'lib qoladi. Aynan hozirgi masalada raqamlarning orasidan, kiritilgan raqam orasidan ikkinchi eng kattasi topish so'ralgan. Ya'ni 5 8 4 3 6 eng kattasi 8 bo'lsa, ikkinchi o'rinda eng kattasi 6. Mana shu ikkinchi eng kattasini chiqarib beradigan masala edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.